Hayotimiz har doim ham bir xilda kechmaydi. Bizga sinovli kunlar ham beriladi. Sinovli kunlarga uchraganimizda har doim atrof muhitdan yordam olishga shoshilamiz. Lekin shunday sinovlarga uchragan yetti yot begona insonlarga o'zimiz yordam berishga tayyormizmi? Buni sizlar bilan hozir kuzatamiz. Efirda hozir ko'ramiz eksperimental loyihasi. Mikrofon qarshisida Maftuna Ziyatova hamda siz sevgan Kamerajon. Kamerajon, Labbay. Men bilan birgalikda sayohatga chiqishga tayyormisan? Albatta. Unda ketdik. Assalomu alaykum azizlar. Mana oradan bir hafta o'tib, sizlarni yana sayohatga taklif qilamiz. Bugun shahrimiz ko'chalari bo'ylab eng qiziq va muammoli vaziyatlarning guvohi bo'lamiz. Assalomu alaykum, kim bor? Men ota-onamni juda qiynab qo'ydim-da. Borasizmi? Ya'ni xavfli narsalari yo'qmi? Подозрительныйmi-da? Yordam! Yuragi chiqib ketishga sal qoldi-da. Ulardi. Iloji bo'lsa yana chaqiringlar. Mening e'tiborimni mana bu yo'lovchi yigit tortyapti. Qo'yamiz, pakka qo'yamiz. Qattiq qo'yamiz. Yukim bor-da. Yukim. Mana yukim bor. Aka, men hozir 1 minut kutaman. Voy, qayerga ketdi? Hozir. Aka, taksimi? Bunisi endi kim bo'ldi? Qatga borishga mustaqilligiga. Odam olib qo'ydik. Odam olib qo'ydingiz? Mani kutyapsizmi? Ha? Hozir lokatsiya tashlasin, hozir telefon qildim, lokatsiya tashlab oladi. Yangi bormassan o'zi? Ha? Yangi bormassan. Mustaqillik. Dubayga ketib ketirasan. Siz nima qilibsiz yo'l o'rtasida? Kimligini? Hozir chiqaman. Chekkaga o'ting, bunaqa turmang yo'lda. Chekkaga o'ting, hozir tashlasin birga. Ha, o'shanga, yo'q. Chekroq. Kim? Qo'ying, bosh og'rig'i. Taksi amakini ko'p kutiryapti-da bu bola. Ishga kelgan bola, ishvara, ma'lumsi non bo'lsa. Sumkani tekshirib ko'ryaptilar. Ya'ni xavfli narsalari yo'qmi? Ularni bilganingizku. Ya, yaxshi ishmas lekin. Birovni omonati o'g'irlab ketsa keyin. Doda, g'alati emasmi? Shani o'xshagan menimcha. Kim? Pastda ana militsiyalar bor-ku pastda. Kim? Pastda militsiyalar bor-ku. Ha. O'shalar o'xshagan menimcha. Nega? Ishlar ketyapmiz. Dokumenti yo'qmi ekan ish qilib? Ya birovni narsasini aniq qilib tashlamang menimcha. Ana pasporti ham bor ekanmi? Nima? Diplom bor. Qo'ying birovni omonatini aniq. Tekshiraydi buni. Ha? Xatarli narsasi bormi, yo'qmi tekshirish kerak. Nima narsasi bormi? Xatarli narsasi. Nima masalan? Narkotik ham bo'lishi mumkin. Narkotik bo'lishi mumkin, yana nima bo'lishi mumkin? Har xil narsa bo'lishi mumkin. Har xil odam bor-ku, loqayd bo'lmasligimiz kerak, to'g'rimi? Balki bu yomon tekshirib ko'rdim. yomon odamdir. Haligi. Hozir to'xtang, hozir aktyorimiz. Saniki bu o'zi, sanlarniki bu o'zi. Hozir kelsinchi egasi o'sha. Mana uzr so'rayapti.
kameraga bundoq qilib qo'ying. Bu yerdaman. Aman bo'ylar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsiz mustaqilligi? Qani, davom etamiz. Yaxshilab joylashib olay. Hozir 1 minutga kelaman. Labay. Keyin mustaqillikka dedi, suvdan tashladi-da, yurib ketdi. Kim? Yo'q, yo'q. Amaki asabiylashyaptilar. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Xayriyat, Men hozir kelaman, ketib sumkasini tashladi. maftunaxon keldilar. Yuring bo'lmasam ko'ramiz narsasini. Endi ularni bu vaziyatdan chiqib ketishlarini kuzatamiz. Kiyimlari bor ekan. Hozir narsasini olib ketib yuborishingiz ham mumkin edi-ku, nimaga bu xavotir olmadingiz? Endi hozir qanday narsa bo'lsa bittani chaqirsa kerak bo'ladimi? Anaqa tushib ketdi tunnelga. Qadrdagi tashlayapman. Подозритель nimada? Amakijon, sizga katta rahmat. Biz hozir ko'ramiz eksperimental shousi. Xuddi shunaqa voqealarga taksistlarimiz qanaqa baho berishadi? Yukni olib qochib ketishadimi yoki u odamni qidirishadimi? Shu haqida. chaqirmoqchi edim, menejerni. Qaralaring o'zlari ichiga kirib demoqchi. Da. Rahmat kattakon. Другой подставка, может наркота, мне Da. O'sha narsaga sizni munosabatingizni bilmoqchi edik. Sizga kattakon rahmat. Bunaqa проверка qiladi, yuragim silab yana farq bo'lib qolmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi yetib oling. Bizni kameralarimiz ichkarida. Mana, men bu yerdaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim bor? Bu yigitga nima bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Anaqa. Aka? Aka. Labi shu yerdan. Qaqa borishingiz kerak. Aka, men Telegram plus bo'lishi kerak, o'sha plus onajonim degan anaqa bo'lishi kerak. Onajoningiz bor, hammasi ochiq ekan. Yo'q, hech narsa yozilmagan. Bo'ldi. O'shanga голосовой jo'natmoqchiman. Internetim ham yoqib bo'lishi kerak, adashmasam. Yo'q ekan. Internetim yoqmi? Jiddiy muammosi bormikan? Qarang, anaqa hech kim yo'qmi yonimda? Yo'q. Chitroq oling, aka. Onajonim. Onajoningiz, nomerlarini bilasizmi endi? Onajonim. 40 ekan, xudo xolasa. Onajonim deb saqlanib qilganlar ekan. Bo'ldi. Assalomu alaykum, onajon. Assalomu alaykum, adajon. Oyi, ada, aka. Meni kechiringlar, men sizlarni 25 yildan beri qiynab kelyapman. Menga shuncha narsa berdinglar. Sizlarga ming rahmat. Endi men hozir bilmayman qayerdaman, chiqib ketdim. Akam ham menga ozgina dalda berishga harakat qildilar, lekin akamdan ham qochib ketdim, oyi. Oyi, men sizni juda ham yaxshi ko'raman, oyi. Adamni ham yaxshi ko'raman. Hech narsaga tushunmayapman. Meni qidirmanglar, men Nega uydagilardan qochyapti? Men yaxshiman, hammasi yaxshi bo'ladi, faqat sizlarni shuncha qiynaganimdan afsusdaman, oyi. O'g'il bo'lib sizga hech narsa qilib bera olmadim. Uylantiraman devos, lekin menga kim tegadi, oyi? O'zim uchun oilayim deysiz, lekin men Tushkunlikka tushib qolibdi-ku. o'zimni ko'ra olmaganman, oyi. Qanaqaligimni ham bilmayman. Hammasi uchun meni kechiringlar, oyi, ada. Yaxshi qolinglar, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Men ota-onamni juda qiynab qo'ydim-da, men uydan chiqib ketdim. Ular meni siz ham ota-onangiz borlar, to'g'rimi? Alhamdulillah. Ular ham sizni yaxshi ko'rishadi, to'g'rimi? Yaxshi ko'rishadi, ha. Siz farzand bo'lib, mana
mehnat qilib pul topib olib borasiz, to'g'rimi? Albatta. Mani endi ko'zim juda ham xira ko'radi-da, aka. Uyalamanda, achka taqsam ham bari bilib qolishadi, aka. Men bo'ldi, ketdimi SMS-im? SMS'ingiz Telefonimni shuna polyotga solib bering, menga telefon qilishmasin, meni qidirishmasin. Men hozir qayerdaman? Alayski bozor bor, Oloy bozori shunda metroning oldida. Meni Qayerga borishingiz kerak? boradigan joyim yo'q aka. Qayerga boraman? Uydan chiqib ketdim. Boradigan joyim yo'q. Ko'zim bunaqa ishlamasam, pul topmasam, uylana olmasam, ularga loyiq farzand bo'la olmasam, yo'q, ular meni yaxshi ko'rishadi. Yaxshi ko'rishgani bunaqa ish qilmoqchi deysiz lekin. Men ularga loyiq kim gapirdi hozir? Ayolmiz, bitta ayol. Men ularga loyiq farzand bo'la olmayapman. Ayol, opa, Onajon, ona. Siz ham onasiz-ku, to'g'rimi? Ha, ona izlaganmi? Ha, Ona izlab borishmi? borlar. Bor ekan. Nimaga loyiq farzand bo'lmaydi? Ko'zim xira ko'radi, uylana Ura olmayman. ko'rsa, u nima, u ayb emas bu. O'shani aytolmanda, bu kamchilik emas. Aka ko'zingiz xira ko'ryapsiz-ku. Lekin qalbingiz 25 toza bo'lsa yoshdaman. bo'ldi, aka, asosiysi. Men ularga pul olib kelmasam, uylana olmasam, ishlamasam, o'qiy olmasam, nima qilaman? Ularga shuncha yuk bo'ldim 25 yil. Bu sabab emas, okajonim, sabab emas bu. Endi ular xafa bo'lmaydimi chiqib ketsa? Xafa bo'lsa kerak. Xafa bo'lishligi aniq, okajon. Akam ham hozir mendan xafa bo'ldilar, shuncha gapirdilar, baqirdim, so'kdim, o'zimdan sovutmoqchi bo'ldim. Keyingi bir maqsadingizni nima qilmoqchisiz? Keling, telefon halotini yeching. Yo'q, telefon qiladilar akam hozir men Noto'g'ri ish qildingiz hozir ozgina. yo'q, mayli, rahmat bo'lmasa men hozir odamlar chetroqqa olib qo'ying bo'ldi men, odamlar yo'qroq joyiga men hozir qiynalyapman. Yo'q, ochiq, bu yog'im yopiq menimcha, chunki shamol bu yoqdan kelmayapti-ku. Bu yoqda soyabon bor-da, o'shancha. Bilmayman, qulog'imdan bu yoqdan ochiq shovqin. Yuring, hozir olamiz. Borasizmi? Yuring, olib boraman, keyin masalangizni hal qilamiz, yuring. Yo'q, mayli, bora qoling, kech qolmang aka, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling aka, kech qolmang. Men siz shuni tashlab ketgim kelyapti. Assalomu alaykum, hurmatli e'tiborlilar. Biz hozir ko'ramiz reality shousidan edik. Ko'ramiz. Hozir ko'ramiz reality shousidan. Aka, men bor uzr. Aldadingizmi meni hozir? Men bor uzr aka. Chunki biz atrofda shunaqa holatga tushib qolgan odamlarga bizni aholimiz qanaqa e'tiborli bo'ladi. O'shanga nisbatan sizni Rahmat. Ular siz ham bilarmidingiz? Yo'q, bular ham bilmasdilar, kameramizga qarab. Barakalla, yaxshi inson ekan. Yo'q, xafa emasmisiz? Sizni hozir olib ketib qolardim jumaga. Yo'q, rahmat. Rahmat. Kelmaganlar. Sizdagi yaxshi odamlar borligidan juda ham xursand bo'ldik. Bo'ldi, sog' bo'ling aka. Rahmat. Qiynadingiz lekin. Lekin aktyorimiz rostdan yig'labdilar. Ko'zlari qizarib. Ha, polni kirib ketdilar, o'lgan bo'lar lekin. Siz ham yig'ladingizmi? Yig'lamang. Xo'sh, bu yerda nimani kuzatsam ekan? Voy, puli tushib qoldi. Mana bu bolajonlar pulni ko'rib qolishdi. Qani, egasiga xabar berisharmikin? Yo'q, chaqirishmadi. Lekin pulni ham olishmadi. Kimgadir qo'ng'iroq qilib, maslahat so'rashyapti.
bo'lmasam ketib qolishdi. Maftunaxon ularni to'xtatdilar. Ha, bolajonlar-a. Qani, yana kuzataylikchi. Yana tushib qoldi pullari. Amaki tezlik bilan pulni tutib oldilar. Qoyil, pulni egasiga topshiryaptilar. Men sizni kuzatyapman. Maftunaxon, amakijonga halolliklari uchun minnatdorchilik bildiring. Ha, bu yigitlar ham halol ekanlar. Tarbiyangizga balla. Yana o'zimizning Shovvos-ku. Iya, tanidingizmi? Nishonimiz ostidagi inson taniqli san'atkorimiz Muzaffar Nuriddinov-ku. Rosa jahlim chiqadi-da. Nimadan? Shu xotinim asabimni buzatdi. Qanaqa qilib? Nuqul ishdan uyga kirib keldim. Xotinim menga qarab eshik tagida dedi. Soatga qarab qo'yadi. Shunaqa yomon jahlim chiqadi shu payt. Sani xotining yaxshi ekan-ku. Soatga qarab qo'ysa. Meni xotinim yomon. Nuqul uyga kirib kelsam, kalendarga qarab qo'yadi. Kim bilan gaplashyaptilar? Voy, yana nimalarni boshlayapti bu? Alisan? Yaxshi. Yaxshi. Charchayapsan? Isming nima? Islombek. Islombek? Yoshing nechida? 6. Yur, barka kir bir aylanamiz. Yo'q, men oyim so'kadi. Oyim magazinga kirib ketadi, ana u magazinga. Bir barka. Yo'q. Qarasan? Yo'q. Nusxayni olib beraman. Yo'q, oyim so'kadilar. Yo'q. Bormaysanmi nimaga? Yo'q. Yur, aylantirib kelaman, yur. Yo'q. Yur. Bormayman. Yur, nusxayni. Oyim so'kib beradilar. Bormayman. Devormisan, yur. Voy, bu opa. Bormayman. Ana xolos, butun olamni e'tiborga tortdi. Tashakkur. Kim bu? Yaralashmay boraman. To'xtasan, yaxshi kelsan. Yaralashmaydi, siz Yaxshi, va alaykum assalom.
Assalomu alaykum Alaykum assalom. Muzaffar aka. Hozirgi o'tkazgan eksperimentimiz uchun sizdan birinchi uzr so'raymiz. Ya mayli, odamning yuragi chiqib ketishga sal qoldi-da, endi u sal qoldi. Ochiq gapda. Men qo'rqib ketdim. Unday demang aka. Yosh bola endi turgan bolani o'g'irlab ketishi. Men o'zim akasi deb o'yladim birinchi. Qarasam akasi emas, bu savol beryapti. Keyin yana quloq solsam, keyin orqadan bitta xotin sen nima qilyapsan degandan keyin tep qoldi. Chunki bola o'g'ri emasmikin desam, aytganimdek ko'tarib olib ketgani menga juda yomon bo'ldi-da. Chunki menda shunaqa voqea bo'lgandi oldin. Men shu ko'rganman o'zim. Endi men o'zim tutib bermaganman, lekin mahallani o'zi tutib berishgan. Lekin xuddi shu voqea bu yerda ham hozir sodir bo'ldi deb o'yladim-da. Endi to'g'risi gap, agar men urardim. Men aktyorman demaganda men urardim lekin, boru. Ochiq gap. Ishonamiz, san'atkorlarimiz ham oyog'i yerdan uzilmagan. Odamlarni mana shunaqa qilib sharoitdan chiqib ketsa-yu, biz aktyorlarni o'ylamasanglar, aktyorlar kamayib boraveradi. Mana shunaqa qo'rqitaversanglar, bizning yuragimiz yomon lekin, ochiq gap. Yomon bo'lib qolamiz To'g'ri, lekin. san'atkor zoti Aytib qo'yish kerak. eng nima deydi, hassos dil sohibi bo'ladi. Endi keng safar etish Etib qo'yganimizda aka siz o'xshamasdi, bu aktyor Yo'q. indamay o'tiraverardingiz. Etib qo'yib o'zi yugurish mumkin emas edi menga-da, to'g'risi gap. Endi bizni Nechini ma'zur deydi? tutasiz, bir Yo'q, mayli, mayli. Yo'q. Rahmat. Renessans Ben kanalida xursand bo'ldim. hozir ko'ramiz eksperimental loyihasining ishtirokchisiga aylandingiz. Voy. Bu ko'rsatuvni paydo bo'lishi meni xursand qildi. Chunki bu ko'rsatuvga haqiqatan agar iloji bo'lsa yana chaqiringlar. Baraka toping aka. Bir o'ljamizga aylanasiz. Bo'ldi. Men tayyor. Salomat bo'linglar. Xayr. Bugungi eksperimentlarimiz orqali sizlarga qanchalik ma'noda madaniy hordiq bera olgan bo'lsak, biz bundan juda ham minnatdormiz. O'zimiz ham hozirgi kunda atrof muhitda bo'layotgan voqealarga aholimizning befarq emasligini o'zimiz uchun bilib oldik. Kamerajon, agar sen ham charchamagan bo'lsang, Yo'q. sen bilan keyingi ko'rsatuvda ko'rishamiz. Yo'q, aslo charchamadim. Lekin bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Yana sizlar bilan ko'rishguncha, xayr azizlar.